yana nimani boshlading sen? Pul yig'ib qo'yganman. Marojxona ochmoqchiman. Sezon kelyapti-ku, boyib ketaman. Sen jinnimisan, Bobur? Biznesmi shu marojniy ham? Normal biznes qilib puling bor ekan-ku. Bo'lmaydimi bu? Bo'lmaydi bu. Normal ish boshla. Nega mana marojniy arzon bo'lib ketdinglaring? Tamam akaronkalar. Bu meni ideyam-ku. Ya qanaqa san idea? Men 4 yil oldin plan qilganman buni, Bobur. Sen menga bu bo'lmaydi deganding-ku. Mana bo'lyapti-ku. Hali shunaqami? Men pulimga Cobalt olaman, taksichilik qilaman. Ana zo'r biznes. Sen jinnimisan, Bobur? Cobaltdan moshimni bo'lmaydi, Cobalt. Bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Aka, assalomu alaykum, Shotir Istomulla aka. Yechim bosh! Ideyam o'g'risi! Kerakki. Bir zo'r ideya bor. Qanaqa? Ertaga o'zimni tomdan tashlamoqchiman. Nimaga? Tomdan tashlagan hamma milliarder bo'lib ketyapti. Bo'lmaydi. Bo'lmaydi, Bobur. Bo'lmaydi. Nima bo'lsa ham boyib ketay. O'l! Shunaqa bo'ladi, birovning sovuniga kir yuvish. Ideya ko'chirar.